Assalomu alaykum gruppamiz obunachilari, bizni yangi tasodifiy tomosha qiladigan obunachilar, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Tog'da obzor qilamiz, manzaralarni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Chiqishimizda olmayapmiz, qaytib tushishimizni olamiz endi. Chiqishimizni olmaganmiz ekan, qanday chiqqanimizni. Endi qanday tushishimizni olib ketamiz og'alar. Videoga like bosib qo'yamiz tasodifiy kuzatuvchilar. Sizlardan bitta iltimosimiz shu. Arzimagan mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar. Tushish вообще muammo ekan bu yerda. Ayniqsa telefon bilan. Ya qanday tushib ketyapsiz? Qanday tushib ketyapsiz? Sekinroq tushib ketang, sekinroq. Shu yerda o'tirib turing, birga tushaylik. Tog'lar qaranglar. Ajoyib manzaralar. Hali ham like bosmaganlar bo'lsa like bosib qo'yinglar. Baqiring! Sularlar tez tushib ketyapti. Bitta qo'lda telefon bo'lsa tushish qiyin ekanda. Ular ham oyoq ham ikkita qo'l bilan tushib ketyapti. Manzara qaranglar, vashti dahshat. Daraxtlar. Aha. Elida. Mana daraxtlar qanday bu qurg'oqchilikda katta bo'lyapti. Bir Xudoning mo'jizasi-da bu ham. Qoyil qolish kerak. Toshlarda mola ketib qolmaydimi ekan? Shu tog'dan chiqish osonroq ekan, tushish xavfli bo'lar ekan. Tik bo'lgani uchun tushish xavfli bo'lar ekan. Yangi kirganlar like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Mehnatimizga befarq bo'lmanglar. Befarq qoldirmanglar. Like bosib ketamiz. Atmosfera, O'zbekiston atmosferasi. Obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna. Chiqishga chiqyapmiz, tushishni o'ylamayapmiz og'alar, tushishdi. Chiqishdan tushish qiyin ekan og'alar. Tushish vahshiy azob ekan. Videoga olyapmanda kattaroq video qilmoqchiman.
Jonli efir tugatdim. Aha, daraxt. Pastdan olaymi, tepadanmi? Hozir a. Onlayla. Orada ham bir jonzot ko'rinyapti. Jonzotni hozir yaqinlashtiraman. Qaysi tomondan tushdingiz? Bu o'rtada metdan ham tushavermaymikin, ha? Mana da tushaydi, bu jumani. O'ng taraf kattasi. Nimaga chiqyapman buni? Qanday tushaman endi? Mana bu yerlarga raza yozadigan joy ekan-chi. Men noz ko'raman desam, noz bo'lmadi. Ashla вообще zo'r joy ekan. O'g'lisi zo'r joy bor ekan. Shu Chiqmay qo'yaversin u. Aha. Eng tepada tog'da aytyapsizmi? Mana bu. O'rta tog' turibdi tepa. Ha. Pastda yam-yashil joy turibdi kichkina. Aka uy sozasiz qanday chiqib tushasiz? O'rtalikda chiqib tushishingiz kerak-ku. Chiqib olsangiz tushgingiz kelmaydi-ku. Voy onasini yemsan! Pastga tushib olsadan bo'ladi bitta. Turli tuman qilaman-da. Pastga tushib bo'ladi. Bo'ldi, tushyapsiz. Ha, bu bola tog' echki ekan. Tushib ketishini qaranglar, tog' echkisi ekan. Bu bolalar. Ortiq! Ortiq! Tigir, tigir